Qishlog'imizga qish ham kirib keldi. Endi mazza qilib dam olsak bo'ladi. Dadam pechka o'rnat degandi. Mana, pechkani ham o'rnatdim. Yozda qish uchun o'tin qilganman-ku, lekin yana o'tin qilish kerak. Ukajonim, qish keldi, qish. Endi dalaga chiqish yo'q, shu yerda yotasanlar. Endi menga ish yo'q deganlar adashadi. Qish kuni molga 3 mahal yem berish kerak. Bu holat o'g'il bolalarda albatta bo'lgan. Bor tualetga bor. Sovuqda juda erinardik. Qish payti menga eng yoqadigan narsa bu hammamiz bir xonada uxlashimiz. Ko'zingni yumib yotasanmi yo qo'limni tiqib olaymi? Aya, bittagina kompot ichaylik. Yo'q, yangi yilda mehmonlar kelsa, mehmonlar bilan ichamiz. Yo'q,